Men seni o'g'il bola qilib tuqqanman. Sen erkak bo'lgin. Nima deganingiz bu ona? Men To'mas xotiningning javobini berib yuborgin. Shunday jonimga tegdi. Ko'chada bittasiga qo'shila olmay qoldim. Qayerga borsang, nevarali bo'ldingizmi deydi. Menga qara. Buni javobini berib yuborgin. Men senga onasi bo'lmaganini beraman. Xo'pmi? Ona, keliningiz aytganingizni qilmayaptimi? Yoki sizni norozi qildimi? Yo ko'zingizga tik qaradimi? Onaning javobini beraman. Qachonki sizni norozi qilsa yoki-da meni haqqimga xiyonat qiladigan bo'lsa. Eslaysizmi? Qayta aytardingiz. Farzand bilan rizqda erta-kech bo'lmaydi o'g'lim deb. Meni javobini beradigan ayolim yo'q. Chunki siz meni erkak qilib tarbiyalagansiz. Men tarbiyangizga xiyonat qilmayman. Mayli, ishga ketdim.